bor ekan degan. Men zo'rini sotaman, zo'rini, tozasini garantiya berib sotaman. O't betidan petno chiqsa, pulingni olib ket. Vazirat qilaman pulingni. Shunda berib yuboraman. Bizning lavozimizni puldan qimmat turadi. Deydi juda qimmat ekan foizi. Endi ko'rasizlar, o'zingizlar tanlaysizlar. Qaysi bank sizlarga to'g'ri kelsa, o'sha bankdan yurg'izasizlar. Taniki o'zini holatida turibdi. Suyagi butun, toza, bir qo'l mingan odam edi. Glansli stoykalar ham qilgan ekan. Shuni 7800 ga 8000 ga sotdim. Xo'sh, o'rtoqlar, qo'ng'iroq qilishadi. Akajon, qora. Oqlari ham bor. Yo'q, aka. O'zingiz men qorani reklama qilasiz deydi. Qorani reklama qilsa, qora olinglar. Shu 70 ga kirgan, 80 ga kirgan otaxonlar ham hozir, yo'q, qora minaman. Nimaga sizlar qora minasizlar deb, men qora minmayman. Endi qaranglar, mana shu savolingizga men qisqacha javob etib o'taman. Hamma mashinalarim yopib o'tiradi. Nega?